Har kuni ishlaysiz. Ishdan so'ng kamida yarim soat miya faoliyatini yaxshi ishlashi uchun, energiyalarni orttirish uchun, albatta ko'z quvonchi nimanidir toping va e'tibor qaratasiz. Mana bu qayoqqa? Men akvariumdagi baliqlardan ham ko'ra mana bu tabiiy baliqlarni yaxshi ko'raman. Ayniqsa bundan ham tabiiyroq daryolarda, ko'llarda, dengizlarda ko'rsangiz yana boshqacha. Bu miya faoliyatini yaxshilaydi bir. Kayfiyatni ko'taradi ikki. Qon aylanishini yaxshilaydi uch. Suvda suzish holatini ko'rishni o'zi ham sizga energiya bag'ishlaydi. Go'yo baliqqa aylanasiz, go'yo suzasiz. Mana shunday. Qarang, bular kamida ko'lda yurgan. Dengizdagi bunaqa yurishlari yana boshqacha. Azlar men shunaqa hisobga ko'rsatishni yaxshi bilardi. Aynan ko'lda, aynan dengizda, aynan daryoda, aynan okean holatlaridagi baliqlarni ko'rishga muyassar bo'lganmiz. Dugonalar bilan mazza qilib tomosha qilganmiz. Bu mazani sizga baliqxonadan turib oldim va tabiatdan zo'r. Siz tabiat qo'yni nima ekanligini yaxshi bilasiz. Ayniqsa hovlingiz bo'lsa, yashillik bo'lsa, qarash, boqish, ko'rish. Mana bunday holatda sakinatni his qilish, oqar suvga qarash kayfiyatni yaxshilaydi. Tinchlanasiz. Hamma narsa o'tkinchi deyayotgandek go'yo. Yuqoriga qarasangiz, Allohning mo'jizalarini ko'rasiz. Rizqimiz qanday butun odamlara behisob shukrona so'zlari yangraydi yuragimizda. Zarradan zavq so'zini bilasizmi? Qo'llaringizni cho'zing. Qo'llaringizni yuvishga harakat qiling. Hali havolar yaxshi. Oyoqlaringizni solishingiz mumkin. Bu stressni oldini oladi. Qalay baliqlar tanladik. Qarab boqing. Ko'zingizni oldida tanlaysiz. Tanlagan baliqingizni pishirib berishadi. Faqat yoqimli ishtaha deyish qoldi, xolos. Men suv bo'yida o'tirishni yaxshi ko'raman. Sharsharani ovozini yaxshi ko'raman. Yoningizda oqar suv sizga ko'p narsalarni eslatadi va sizni tinchlantiradi. Mazza qilib keling. Mazza qilib yuring. Siz barcha yaxshiliklarga arziysiz. Mana bunday joylarda o'tiring. Kechki joyni ham ko'rsataman. Chunki yuqoridagi bu chiroqlar zavqini hali sizga yana gapiraman.